9-chi misol tahlili. X kvadrat plus 3x minus 1 teng 0 kvadrat tenglamani vetga ko'ra ildizlar yig'indisi hamda ildizlari ko'paytmasini yozib olamiz. Ildizlar yig'indisi x yonidagi koeffitsient qarama-qarshisiga teng. Ildizlar ko'paytmasi bo'lsa ozod hadimizga teng bo'ladi, ya'ni -1 ga. Shu ma'lumotlarga asosan x1 ni kvadrati plus x2 ni kvadratini hisoblashimiz kerak. Xo'p, a ni kvadrati plus b ni kvadrati uchun demak bizda a plus b ni kvadrati minus 2ab degan formula bor. Shu formulaga asosan yozadigan bo'lsak, x1 kvadrat plus x2 kvadrat x1 plus x2 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan x1 x2 ga teng. x1 plus x2 bu ildizlar yig'indisi, demak minus 3 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan ildizlar ko'paytmasi -1 ga teng. O'rniga qo'yib hisoblaymiz hammasini. Demak 3 ni kvadrati 9 plus 2 barobar 11. C javob.